boshqa ilojim qolmaganicha shu yo'l tanlaganman. Farzandlarimni kichkina o'g'lim ma'siz hech qachon o'zi ovqat yemas hattoki. Ayajonsiz ham yeng deb o'tirardi. Hozir nima qilyapti ekan? Boshida qamalgan paytlarim bolam ichki baysalarga tushib qoldi. Bechora bolam baysalarda ekan xabari kelibdi, rasmini jo'natdi baysada uxlayotganlarini. Men farzandlarimni qiynab qo'ydim. İnson hech nimasiz ham yashasa bo'lar ekan. Men biroz soxta havaslarga berilib ketibman. Men davlat orttirib, uy-joy qilay, farzandlarim yaxshi yashasin degan ekanman. Bolalarimga e'tibor berish, jiyanlarning o'rnini endi tushunib yetdi. Men faqat pulim bo'lsa hamma narsam bo'ladi deb o'ylagan ekanman. Lekin inson hech nimasiz ham yashasa bo'lar ekan. Qilmishimdan pushaymonman, ta'riflab berolmayman. Men bitta o'zim aziyat chekmadim. Men qilmishimdan farzandlarim aziyat chekdi, yaqinlarim. 60 ga kirgan enam bor, uni chetlarda sarston qildi. Ikkita farzandim mensizlikda qolib ketdi. Ularni bila-bila otasi yo'qligini enasiz ham qoldirdim.